Hurmatli mijozlarimiz, hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi yana bir proyektimiz bitdi. Cobalt. Hozir ko'rasizlar, hozirgi kundagi eng trend bo'lib turgan svetlardan birisi. Mashinani zat berganmiz yana. Oranjiy qora svet hozirgi kunda eng ko'p moda bo'lib turgan svetlardan birisi. Qaranglar, hurmatli klientlarimiz, chexol, rul chexol, polik, skors chexol, общий komplekt $100 bitdi. Shuning ichida ustanovkilari, materiallari hammasi ichida. Eng arzon bahada ishlab berdik. $100 qaranglar. Nima ketib turibdi? 4 ta narsa, chexol, rul chexol, polik, skors chexol $100 bitib turibdi. Ustanovkilar bilan birga professional ustalarimiz ishlagan. Tak, polikdan ko'rib turibsan, akkuratni olib chiqqan. Chexollarimiz ham yana hozirgi kundagi eng moda svetlardan birisi. Bizdan chexol asosida polniy salonni shuna tuzib beramiz. Misol uchun kimgadir qora oranjiy, kimgadir qora yashil, kimgadir qorani o'zi, kimgadir siniy qora. Xullas, klientni xohlagan fokusida xohlagan narsani ishlab beramiz. Bu mashina ishlangan ishlar ichki ishlardan tashqari vitravik, brizgavik, bagajopolik, aptechki, bar, skors chexol, rul chexol, linoleum, germetik ishlari, polik yevromat, oranjiy svetda, xullas shunday narsalar ishlangan. Общий hamma ish esa 2.200.000 so'm pul bo'ldi. Quri chexol, rul chexol, polik, skors chexol ishlataman desangizda $100 bitirib beramiz. Bizda har kun Cobalt sotiladi, hurmatli klientlar. Cobalt uchun assortiment dim kuchli, bemalol kelaverasizlar. Qo'ldan kelgancha sifatlatib, akkuratlatib chiqarib beradi ustalarimiz. Ustalarimiz eng kuchli 2 usta ishlaydi bizda, professional darajada. Undan tashqari yonida yordamchilar ham bor. Chexolchi ustalarimizning tajribasi 15 yillik ustamiz bor, 10 yillik ustamiz bor. Yaqinda chiqqan, o'rgangan ustalarni biza ishlatmaymiz. Faqat eng professional, o'zini gapiga javob beradigan eng professional ustalarni tanlab ko'pmiz. Bizda vakansiya bor, professional, o'zine javob beradigan, ishine javob beradigan tayyorlovchi usta bo'lsa, biza ish olamiz. Bizga novichok ko'p tilvat turibdi, bizga novichok kerak emas. Bizga 5 yil, 10 yildan beri ishlavergan eng kuchli professional usta kerak. Sababi bizning avtomobil 111 brendi faqat sifat uchun ishlaydi. Natija uchun ishlaydi. Sifat uchun shundan keyin eng yaxshi ustalarni bir yerga to'plab qo'yibmiz. Professional elektriklarimiz ham bor. Assortimentimiz ham dim kuchli. Bizani kuzatishda davom etinglar. Qo'ldan kelgancha eng yaxshi videolarni ishlashda davom etamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.